Chang muallim, bek takalluf qilib ketdingiz. Aslida men sizga tamoq taklif qilsam bo'ladi. Nadikini, qo'y urushida menga otdorchilik qilgandingiz. Bugun odamgarchilik qarzini qaytarish uchun sizni mehmon qilaman. Qani, xo'sh. Muallim, esimda qilishcha, asirga tushgan vaqtingizda ikki yonchiqingiz bayn ombarning o'zi edi. Xuddi sehrgarlardek. Dora, tamaka, chaqmoq degandek narsalarning hammasini chiqargandingiz. Shu chaqdimi yemak-ichmakka hozirgidek ahamiyat berandingiz? Yil bizni bir to'shikdan kuzda bir tarafini ko'rgandek ishtanga. Bir general mayor unvoni, bir diviziya komandirining yonchig'i har qancha patdi degandimi, qo'y xalqining bir chaqli qarusiga patqanchilik nasib patamdi. Gerçi deyilishda 60 tuman askar bo'lsanglarmi, lekin necha 100 tuman xalq sizlarni ochlik bilan ta'minlaydi. Mush nuqtadan qaraganda Gomindangning mag'lubiyati butunlay harbiy ishladi.我差点打了你一枪。我记得那是支布朗宁啊，好枪啊！可不，好枪。你是解放军指挥官中非常有创造性的一个。你别看我多喝了几杯就给我灌迷糊汤啊！我不吃你这一套。我已经带了2届高级指挥班了。差不多已经习惯你这种讲话方式。毛主席说，在战争中学习战争。我看，在战争这所大学中，你是教员，我是学生。你搞什么鬼啊？啊？你别是套我什么话吧？啊？我可没喝多。通常9%的战术是一定的，可以从书本中学到，但是那非理性的1%。就像鱼鹰闪过水面捉鱼，这才是将领要接受的考验。你身上就有啊，那是哪个大学教不了的，是属于天才一类。你少废话，你先把2分给我改过来，还天才的，天才才得了2分不给3分，谁信呢？Vaqtliq 7-ci diviziyaga hujum qilishdan burun qanday o'ylagandingiz? Rost deb qopsizda. O'ylaganim nayta oddiy. Men nochi, siz nochi emas. Men vaqtliq 7-ci diviziyani ko'zga ilmagan edim. Esiyadan Cho'yinfe degan cho'ng beliqni tutish. Vaqtliq 7-ci diviziyaga hujum qilishimiz faqat to'shqani asala ovlash uchun edi. Yo'nxi daryosiga petib qolganligingizni ko'riblar 7-ci diviziya tugashdi degan edim. Mening ayni chaqda qanday o'ylaganligimni bilgingiz bormi? Qanday o'ylagan bo'lsangiz o'ylamamsiz. Darhol nomerini o'zgarting. O'zgartgandan keyin sizni haroq ichishga taklif qilaman. Abraham ulug' general o'zlikni ishga oshira oladigan odam degan. Hay, mening madaniyat saviyam tuvan deganlaringizni tushunamadim. Men maxsus siz to'g'riliq bir ilmiy maqola yozdim. Meningcha, ozodlik armiyadagi qo'mondonlar ichida nima dedingiz? Men to'g'riliq yozdingizmi? Bo'ldi, qiling a. Sizni ogohlantirib qo'yay. Le korpus komandiri. Le korpus komandiri. Kim? Voy, yelkasigan qo'y. Korpus komandiri. Le korpus komandirini ko'rdingizmi? Ishingiz bormidi? Moderndan kelib ekan. Hech yerni topolmadi. 把我急坏了。你甭着急，我知道他去哪儿了啊！我找他去。那好，我在办公室等他。好好，走。这可是你说的啊！院长要是再批我，我可拿你的话当挡箭牌。我写了一篇论文，是专门讨论你的。我觉得你在解放军指挥官中，你说什么？写我的论文？你拉倒吧你！我可警告你啊！第一，你蒙不了我；第二，我不用你写；第三，除非你害我。楚云飞曾经拿你举例，他对你评价很高啊。楚云飞，你也认识楚云飞？当然，我在作战厅时，蒋介石十分器重他。徐州城破时，曾特意下令用专机直接送他去福州治伤。哦，这倒有点意思啊。哎，你觉得我和他比啊？老李，现在才有点煮酒论英雄的意思啊！哎，我想听听你的话，但说无妨啊。什么样的话你都可以教育学生。国民党吃败仗的原因很多，指挥不行是很重要的一条。越高级的指挥越不行。蒋介石就是典型的瞎干预，但并不是所有的指挥都不行。国民党还是有一批像楚云飞这样的精英的。简单打个比方，如果假以时日，蒋介石能够蜗居海岛，
痛定思痛，忍性吞气，励精图治。那么，像楚云飞这样的精英，其能力也就未可限量了。楚云飞倒是个人物啊，可惜他上错船了。国民党那条破船到处漏水啊，靠他一个人一点用都没有。我在作战厅时，曾经接到过楚云飞的一份战局分析，一看就知道不是他人做到的内容。字迹工整有力，思路明了清晰，预想严谨透彻，既有数字统计，又有形势评估。只可惜，那时蒋介石听不进不同意见，只说了句：“此可成为你们作战厅今后报告的范例。”国民党不是没有人才，只是许多人才都跑到共产党这边来了。服务员同志，再来一瓶洋河大曲，我付账。老李，常教员，对不起了啊，院长派秘书到处找老李呢，可能有紧急的事情，赶紧去吧。哟，我得赶紧回去。院长点名找我，肯定有大事。我先走了啊。严秘书啊，是不是要打仗啊？李军长，你从哪儿得到的消息？此事是华东军区的头等机密，我劝你还是别问了吧，免得保密委员会找你谈话。找就找呗，咱又不是特务。哎，这事儿瞒得了我老李，还瞒得了美国佬啊？啊，严秘书，你跟院长说说，调我到前线去吧。啊，好歹咱们也是一个师出来的。就是院长同意你去，他也无权决定呀，除非国防部下命令。院长。哦，李云龙，你到了。好，严秘书，你忙去吧。坐。李云龙，我听说你最近表现不错，学习也很认真。马马虎虎吧。院长，我有个请求。你先回答我的问题。我听说你最近在图书馆里专找一些登陆作战的信息。你在研究这个课题吗？哎呀，老师长啊，你的情报工作做得可真好啊！其实啊，那天我在图书馆看连环画，正好被我们系主任看见了。你少给我胡扯！在咱们市的团级干部里，就数你花好肠子多，还是个刺儿头，能打仗是不假。乱子也没少惹，没说错你吧？是，要不早把咱代理军长给撤了呢？都轰到学校来读书来了。老师长，你找我有事儿啊？李云龙，你帮我找一下大陈岛。这儿，再往下，西南方向有一个不足1平方公里的小岛。你说的是宜江山岛吧？如果你是司令员，你是先打宜江山岛呢，还是先打大陈岛？这个宜江山岛是上下大陈岛的前沿，是互相依托的关系。按照美军在太平洋岛屿作战的经验，是先小后大，先易而难，并不一定主导的争夺，可以敲山震虎，举一反三，集中攻其一点。这个集中不是一般的集中。当年美军攻打硫磺岛，其双方军事力量的对比是海军27比1，空军32比1，陆军为5比1。这么说，你是要先打宜江山了？我要是司令员，我就这么干，集中兵力和全部技术装备，先打宜江山岛，然后再回过头来打大陈岛。老师长，你能不能听我？李云龙啊，屁股要坐得住啊，铁嘴钢牙木头屁股，坐这干什么呢？去体验。人不可能经历世界上所有热闹，但可以用眼睛去看，用心去感受，用胸去扩张，明白了吧？没有。没有就对了。你要是都明白了，那还叫学员吗？
浙东的战事要有一阵子才能打响呢。有关通报，你可以随时找我的秘书，要紧盯不放，弄出个所以然来。我觉得你李云龙学的东西不一定太多，这一点可以学习一下医学院，在他们那儿，一颗肝脏，全世界有10万个学者在研究它。你考虑一下，能不能专攻岛屿登陆作战？我们急需这方面的专家。是。Loli, oğlumuz ahir dunyoga ko'z ochdi. U nayt sog'lom. Yig'ilsimi, ovozi boshqa buvoqlarnikidan jarangliq chiqadi. Xush keldingizmi? Men bolamga ismini qo'yib bo'ldim. Tunigin bir lug'atni qo'limga ilib, ko'nglimda kitobni ochgan hamon uchragan tunji xat o'g'limning ismi bo'ladi deb o'ylagan edim. Natijada oldimga T xat uchradi. Xeyli yomon emas ism ekan. O'g'limizning ismi T bo'lsa qandaq. Kechiring. Sizga maslahat sololmadim. Minaj ism degan bir belgi xolos. Harbiy ishlar chet el tili institutida o'qish to'g'risidagi uqtirishni topshirib oldim. Esimda qilishcha, burun men sizga butun mamlakat ozod bo'lganda oliy maktabda o'qiyman degan edim. Jiqroq bilim o'rganganning ziyni yo'q. Men hozir rus tili o'rganyapman. Burun chet el tili asosim bo'lganligi uchun o'rganishda ancha qiynalmadim. Hay? To'g'ri. Men Jang Baylo'ga avatgan narsani opirib berdingizmi? Jang Baylo'mi menga xat yozmadi. Siz Jang Baylo bo'lamsiz? Men shu. O'zingiz Men Tiyayuning yo'ldoshi. U sizga ozroq narsa aytgandi. voy, siz Likorpus ko'nimir ekansiz-da? Ha. Teyeman xatida degan. Qani, uy kiring. Teye xatida sizni peshqadam inqilobchi deb yozibdi ekan. Men ko'nglimda Likorpus komandiri yesh bir yag berib qolgan odam o'xshaydi deb o'ylagan edim. Bugun qarasam, yeshingiz nada bir yagi bor edi. Xil sirli general ekanligingizni aniq turmamdi. Shundoq, yeshimmi bir yag bodi, Shotanga uvol bo'ldi. 命，一看就是个身经百战的男子汉。小田可不委屈呢，要说委屈，我才委屈呢。是委屈小田了，本来长得就不咋地，这脸上又添了个疤。好，这个伤疤可添得好，简直添出了光彩。军人嘛，伤疤只能增添魅力。来，请坐，李军长。听小田说，你是中学老师？对，我中学里教俄文。哎呦，大知识分子啊！连苏联话你都教啊，真不得了啊！我连中国字儿还没认全呢。和田宇过得好吗？当然好了，我们两口子挺恩爱的。用句文词儿叫什么来着？叫举案齐眉啊！不对吧？没有人比我更了解田宇，他是个典型的浪漫主义者，很讲究情调，喜欢小桥流水、风花雪月。哎，小田托我办的事儿，我总算是办到了。你写信的时候告诉他一下，我这个人不大爱写信。我也不写信。为什么？这是我和他的事，你别问。
Oqsoqolga telefon bering. A diviziyaning ishi o'ngishli bo'lyotdi. Yijanshan Arılning vaziyati asos jihatdan bekidi. Siz muamdor amelang. Kirib qaqmaganingizga 2 kun bo'ldi. Haq jang qilyapsa, xuddi men qilgandek yerib ketdim o'tang. Yo'dan, nima bo'ldi? Hammamiz konseptdoshlar emasmi? Kela, bek javob ketibsan. Bizga shunday qilish ketamdi. Mening yatg'imga kirsang, uni buni so'rab avar bo'lmaysan. Buniki unda qilmajimi? Herkes unda qilmayman, herkes. Lavde, hammamiz aldrashtirsak unda qilma. Kela, konseptdoshtirib yuzimni qilmasam qanday bo'ladi? Kela, o'tir. Qoida bo'lsa qanday bo'ladi? Bu qoidani aman buzamiz, ha? Bo'ldi qil. Buni o'zim qilay. Bo'ldi, avar bo'lma, o'zim qilay. Lavle. Sirtda bir seni izlayotdi. Ayolga, rostmi? Qaltis qolsa, bir necha kun bo'la bo'lmayla, yangi qiliq chiqarib tutunga endi, ha? Qandigina u ayol kim bo'ladi? Qo'rq gapni oz qil. Sening yo'l vosita tog'dan tushirish yilangni bilmaydi demsan, men ketsam, buni so'ng kim qilmaydi? Lavle, rost aytaman. Li korpus komandiri. Taklif qilmasangizmi kelaveradi. Qarshamamsiz? Yo'ldoshing Baylo. Qani, marhamat. Men tanishtirib qo'yay. Bo'yoq yo'ldosh Konji. Tinchlikmi? Bo'yoq yo'ldosh Dingli. Tanishganligimdan may xushalman. Ismim Jangbaylo. Mana shunday. Yo'ldosh Jangbaylo, tekshiribsiz. Yo'ldosh Jangbaylo, xotinim Shotiyaning saboqdishi. So'tda quruq gap bas qila. Li korpus komandiri. Ayollarning oldida sat gap qilish. Hurmatsizlik. Kechiring, bu da diqqat qilay, ha? Yo'ldosh Jangbaylo, biz aroq ichmak ketdik. Siz ozroq ichib qo'yamsiz. Sizlar taklif qilsanglar, ichsammi ichay? Taklif qilamiz. Keling. Bo'yoq keling. Yo'ldosh Shojan aroqni qilib o'tira oladiganday qiladi. Bu haqda tajribam bor. Aroq so'rinda o'tirishga petinga ayol yo'ldoshlar aroq degan necha suvdek ichidi. Hammanglarman qaraysizlar-ku. Xuddi men hayvonotlar bog'chasidagi yo'lvosdek. Dadam Ros. Spirt qo'shilgan narsaga bek omroq edi. Shunga men o'dim qolgan o'xshaydi. Demadimmi? 45-yil qismni boshlab Shanxaygandan o'tganda Shinyangda chet elliklar bilan ichishgandik. Ayoq, sovet qizlarimiz bilan ichishgan. Haq degan, aroq deganni suvdek ichilik emasmi? Men tugishib ketibdiman. Muavinimning familiyasi Liang bo'lib, laqimi bir yerim jing edi. Aroq ichib kelganda bizning polkda uning oldiga o'tadigan odam yo'q edi. O qatim u tugishib ketdi. Sovet armiyasining polkovniki ichkizib uni laydek yatqizib etibdi. 3 kungacha esiga kelamadi deyman. O Soltakning umr ko'takan keyin Sirpondagi jang qurbon bo'ldi. Shundaq. Sizlardek ozodlik armiya generallarga oson emas. Shuncha yil jang qilib hokimiyatni tortib oldinglar emasmi? Men sizlarga bek cho'qinaman. Meningcha hammanglar qahramon. Shunday, qahramon. Qani, ichaylik. Xo'sh. Xo'sh. Hay. Tansi o'ynashni bilamsiz? Bilmayman. Lovkongni bilmaydi. Aramizda Dodongni biladi. Shunday, men bilaman. 4-dala armistiklaring hammasi biladi. Institutimizda har shanba kuni tansi bo'ladi. Bu ikki tompay o'zi bilmaganni oz deb menimi bag'il qo'ymaydi-da. Ayollar bunda qilsa, asalla chataq chiqadi deydi taxi. Shuni yakshanba kuni amalsiz yataqda aroq ichib, po etib, ish-pishimizni chiqib o'tkazamiz. Shunday. Lavli bilan ikkimiz odatda aldirab xatolik o'tkazmaymiz. Lavdan sen chataqroq. Sen bilan ishdan qo'rqib baqqan odammi? Lavli bilan ikkimizdan seni undaq yak bag'il qo'ymaganligimiz, sen xatolik o'tkazish fursati yaratib berganligimiz. Shundaqmi Lavli? To'g'ri, ha. Bu Soltakni chinroq tutmasak bo'lmaydi. Unchura emasdi. Sizlar bek xurop ekansizlar. Kompartiya feodalizmni yo'qotimiz deb atadiku. Tansi o'ynash bir xil madaniy faoliyat. Hammanglar yuqori darajali kadr.
Şoňa mötəbərlik salapitinglar bolmasa qandaq boladı? Mötəbərlik salapiti degan nima? U mötəbər qiyapda kirib algan muştumzor zo'migarlarga o'xshash demakchi. Lekin biz undaqlardan bo'lsak bo'lmaydi. Shu ablahlarni demisek, bizmi Qizil armiyaga qatnashmaydik. Sizlar bilan paranglashsa bek qiziq bo'lar ekan. Mötəbər qiyapatidagi zo'migar degan xatning ma'nosi eski mötəbər degan bo'ladi. Mötəbər amaliyotda eski emas edi. Mötəbərlik salapiti deganimiz tarbiya ko'rganlik. Ayollarni hurmatlaganlik, ayollarga adab bilan muomala qilganlikning ifodasi. Gapingizcha bo'lganda biz endi mötəbər bo'pdik. Masalan alayli, siz ayol yo'ldosh, biz sizni nihoyatda hurmatlayapmiz. Ham nihoyatda adab bilan gap qilyapmiz. Sizni haraq ichishga, yer yanqi yeyishga taklif qilyapmiz. Amaliyotda bu narsalar bizga yetmaydi. Boya Lavdon texi mendan talashqanti. Bizning yeydiganimiz bo'lsa, sizlardek ayol yo'ldoshlaringmi yeydiganinglar bo'ladi. Ayollarni hurmatlash degan mana shu. Og'aylar, qandoq dedim? To'g'ri. Biz degan mötəbər. Ma'qul, ma'qul. Hammanglarning mötəbər ekanligini e'tirof qildim. Lekin bilamsizlar, mötəbərlar ayollarni tansi o'ynashga tashabbuskorlik bilan taklif qilish kerak. Mening bu yerda o'tirganimga xeyli vaqt bo'ldi. Bizning Leninning mötəbər meni tashabbuskorlik bilan taklif qilmayotsa, bunda qismini satolmamdi. Lekin men rostini bilmayman. Putum kemmay putunsiga dasib o'tishda ansirayman. Hech qisi yo'q. Men sizga o'rgatib qo'yaman. Mayt oson. Xalqning oldida sat bo'lamiki? Boyitni ham mötəbər deb topdingiz-ku. To'g'ri. Hammamiz borayli, ha? Hammamiz. Sizlarni burroq urishinglar kerak edi. Rais mavzudan bilan juda bosh qo'mondan o'ynasa, hech gap yo'qkan. Biz o'ynasa xato bo'lamdi ekan. Tura. Qo'pa. Men bilmasam. Qo'pa deyma. Bu Mana, rostni bilmayman. Men borsam qandoq bo'ladi? Bu Mana.老孔啊，人家老丁跳得不错嘛，你咋一点都不会呢？我们在东北时啊，跟老大哥接触比较多，那些老大哥呀，最愿意跳这个。喝点酒啊，要不搂个女同志蹦几下，就干什么都没劲儿。咱们四野啊，很多干部都学会了，老丁他能闲着，他比谁跳的都欢。我不好这个。有那蹦蹦哒哒的功夫，还不如去打套拳。哎，老李，你坐着啊，我可先溜了。哎，老孔，哎，老孔，哎，老孔呢？走了。这小子又溜了，一贯如此，太不像话了。跟小张同志连个招呼都不打，太没绅士风度。没关系，好在李云龙同志还在，真给我面子。来，李军长，我请你跳舞。我不会跳。没事，一学就会。哎，我不会跳。没关系，走吧，学去了了就会了。哎，我不会跳舞。这是3步，来走。对。To'g'ri. Yaxshi-ku, mayt tezli o'rganib oldingiz. Qarang, xeyli qamlashdi. 刚才那首曲子叫《在满洲里的山岗上》，是沙俄时代驻守在远东的士兵怀念家乡、怀念心爱的姑娘的歌曲，听着很忧伤。现在这首曲子， Bu musiqaning ismi Amur to'lqini. Bilamsiz, Amur daryosi deganimiz Xilonjon daryosi shu. Ruslar Amur daryosi deydi. 你的这不都是中国的地方吗？
他们怎么老惦记中国的地方？这都是历史原因，以后我会跟你解释的。你小声点好不好？我觉得你的性格很好，是个有血性的男人。田雨真幸运，找了你这么个有个性的丈夫。可你知道吗？田雨他看过很多书，在音乐和绘画艺术上，他很有品味。可他为什么不教教你呢？我觉得，你要是再有些文化，有些艺术品味，你就太完美了。在我看来，田雨根本就不打算和你沟通，他可有些自私啊。一个当兵的，会打仗就行，懂那么多干嘛呀？不对，军人有文化有品味不是更好吗？苏联的图哈切夫斯基元帅，他就是一个真正的军人。他所提出的军事理论成为世界各国军事学院的经典。可你知道吗？他还是个很懂音乐和艺术的人。他的小提琴演奏达到专业水平，喜欢歌剧，连苏联最大的音乐家肖斯塔科维奇都很崇拜他。有多少女性都为他的风采而倾倒啊！怎么了？你有事儿Nima bo'ldingiz? Bir ish bo'ldimi? Kechiring, rostla ishim bor. Sizningcha? Hech qisi yo'q. Amsi o'zim ketay, beravering. Ishingizga daxli yetmasin. Sizni olib qo'yay. Hojati yo'q. Unchag'lar tuz qilmasangiz ham bo'ladi. Harbiylarning ishi nihoyatda muhim. Nima deb ishingizga daxli yetmasin. Amsa, men mangay. Beravering. Hatto oxirida cho'lingiz tagida yotoqxonaga bering. Bo'lamdi. Ma'qul, cho'qim borman. Xo'sh. ...1955 yılı 1. ayda Xalq Ozodlik Armiyasi Yijiangshan orolini ozod qilish jangiga otlandi. Güzel Sharqiy dengiz, ko'k osmon, do'lqinlayotgan dengiz suyi. Bu güzel deniz sahilida azimatlarimiz yo'lbosdek hujum qildi. Top, zambirak ovozi bilan tang, quruqliq dengiz havo armiyasi biroqla hujumga o'tdi. Har qanday kuch ularni to'sib qololmaydi. Bu Xalq Ozodlik Armiyasi tarixida quruqliq dengiz havo armiyasining tunji qitim moslashib qilgan jangi. Shundaqla ko'ngildagidek keskin ep berilgan yo'qotish jangi hisoblanadi. Xalq Ozodlik Armiyasi 20 soatga yetmagan vaqt ichida Gomindang armiyasining atalmish yemirilmas po'lat istiqomini vayron qildi. Biz maqashtiraylik. Korpus komandiri, nimaga havoy qilib tursiz? Jangning jarayoni siz jangdan burun tahlil qilgandek bo'pti. Siz qilganga o'xshashqo. To'la chaqchaq qilmang. Bir chetda turib tomosha ko'rdik shu. Xalqning xotinini quchoqlay olamsiz. Quchoqlasangiz xatolashmamsiz. Shojan. Ne korpus komandiri kechikib qoldingiz. Baya yig'in ochqanda ruxsat so'rashga beayb bo'lib qoldi. Yig'in tugishi bilan keldim. Bo'ldi. Bundan keyin diqqat qiling. Kechikmang. Bo'lmasa jazolayman. Ma'qul. Yurun. Teatr boshlandi. Bugun qurolliq odam degan teatr qo'yiladi ekan. Lekin hozir bizning qurolimiz yo'q-da. Lavli. Qo'pa. Sana deydigan gapim bor. Gaping o'z chaqan demamsa. Degina. Elak Shojan bilan qanday munosabating bor? Uningdan ayrilmayotsan-ku. Hatto oxiri bosla xuddi jin ib qochganda seni topqili bo'lmaydi. Sen shuni deb qo'yay. Sen degan xotin bola chaqsi bor odam. Kompartiya to'qol ilishga ruxsat qilmaydi. Hey! Men bo'ptimi? Ha? O degan ayolimning do'sti. Uning bilan birga teatr, kino ko'rdim. Boshqa ish qilmadim. Sening nima qarang? O sotdak. Ayolining do'stim ishtaqi. Ashna o'xshaydi.
Sen o'yuncaq bo'lgan odam, yana loyiq tutsa loyiqing bormi? Biz degan ko'ni sabdosh, xatolik o'tkazishini qarab tursam bo'lmaydi. Seni to'smasam, og'ini darsini qanday ko'rayman? Bo'ldi qila. Hammanglarning menga dars berganlar kelyapti-da. Sinfda Gomindan menga dars beryapti. Darsdan tushsam, sening menga dars bergan kelyapti demdi. Mama, berib umchingni-chi. Hey, Lavle, sen nimandaq? Bo'ldi. Biraz gapdan qiling, ha. Lavkın sen de qiziqkansan. Esimde qilishchi sen harbiy ishlarga ega etding. Siyosiy komissar bo'lmaganmi deyman. Mushunda tutamliq ishlarni boshqaramsan. Nihayat kelsa, Lavli uning bilan kino ko'rib to'shu. Buningga nima bo'pti? Lavli, sen nima bor? Sen menga diqqat qil. Sana shuni deb qo'yay. Boshqa yerim bo'shab ketsinmi? İşten bir an boşap ketmesin. Boşaplı kesse çatak çıkmay kalmaydı. O nerse xuddi tapançıgıla o'xshaydi. O çıkıp kesse çatak çıkmay kalmaydı. Yo'qilish, derhal yo'qilish. Yo'qol deymi? Bana ders o'tmaga haqasli qilishqanmi? Hemen o o'qituvchi bo'lgan bag'ishmandi. Kenyi, ikkimizning balalik chog'larini eslab kelyapman. Agar bu er bo'lmagan bo'lsa, do'stligim sana bir umr hamroh bo'ladi. Ammo endi mumkin emas. Mubodo muhabbat bilan do'stlikni bir yerga qo'yib, meni tanla desa, men qilch ishkilanmasdan muhabbatni tanlayman. Do'stlikka osiylik qilishga rozimanki, hargizmi muhabbatga osiylik qilmayman. Kenyi, men Janbaylo san yuz kelmaydigan bo'ldim. Men bu erni yaxshi ko'raman. Shojan, siz bizning Shotyandan jiq qobiliyat ekansiz. Bizning Shotyan hadisi ba'zi qiliqlarimni yaratmaydi. Dunyoda qusursiz er nada bor? Bir odamni yaxshi ko'rish, uning xatoligini o'z ichiga olish kerak. 要用他的行为准则来要求你改变你，这是很失策的。一个有个性的男人是不需要别人教他如何生活，而应该让他去慢慢体会，他会得出自己的判断。时间久了，他就会明白，无论他那只尊贵的脚气味有多么芬芳，也最好别在外人面前去摆弄它。这样会显得不太优雅，也容易让对方产生一些不太好的联想。照我看，一个男人喜欢摆弄自己的脚，这没什么，回家摆弄就是了。一个爱你的女人是不应该责备你这种小小的嗜好的。相爱的人之间，连身体都可以互相袒露，更何况一只脚了。老丁，啊，老丁，你该懂吗？呀，我那怎么不来？我çokum hele xotundan kışık gitti. O muşundak ketiyorduğun bolsa, hatalaşma kalmaydı. Asta. Yok ulan işe alış nemi kılısan? Ha? Lavli nege barsa, senin nemi karın? Nemendak yap kılısan? Biz degan ko'ni sabdosh emasmi? O xatolik o'tkazgili bo'lsa, tizginni tatib olmasak, bizni ko'ni sabdosh degili bo'lamdi. Voy, uncholar ig'ir emas-ku. Lavliya uni qil, buni qil deydigan kichik bola bo'lmasa, uni bek bo'shliqlab qilyapsan. O haromzada shunchalik ishni bilmabdi. Menimcha o hech nimani bilmaydigan o'xshaydi. Ayollarning etigida molla qatqanlar ozmi? Hey. Man qara. Biz ahvolga qarab boqaylik. Buni hargiz haqiqiy tilg'ich bo'lmajimi? Ya'ni saqlasak, ishdan cho'ng chatoq chiqarmikin. Lavli, institutning tamqi yaxshi emas. Bundan keyin har yakshanba kuni mening qishimga kelib o'ttara xizalni bilan. Kenyining o'rinda holingizdan xabar olaman. Bo'ldilar. Haqla kaynimdan gap topqol turdi. Lokon degan so'ltak qiladigan ish topolmagandek bu ishga chang selyapti. Ya'ni texi men tahdid silib, Shotyanga deyman da'vatidi. Hech qisi yo'q. Mening Kenyi bilan o'rtoq bir paranglashqim bor edi. Men qilmagan bilan yaxshi do'st emasmi?
Uningga nima deysiz? Jiq o'yinib ketmang. Loli, odatda o'rganishingiz bak jiddiy. Bugundiga yakshanba. O'zingizni erkin tuting. Keling, sizga ichib beray. Nemishqa xursiz? Menimcha bu Tenyu bilan ikkimizning o'tirsidagi ish. Bu ishni cho'qim yaxshi bir taraf qilganligimizga ishonishingiz kerak. Siz degan er kishi bundaq ushaq ishlarga diqqatingizni chachmasangiz ham bo'ladi. Siz cho'ng ishlarni qiladigan odam. Bundaq bo'g'ini qilib qishmang. Qani. Biz paranglashaylik. Necha kundan beri sinfda qanday harbiy ishlar nazariyasini o'rganganligingizni deb bering. Mening anglag'im bor. Harbiy ishlar nazariyasini anglash qiziqamsiz? Ayollar nerede bundaq ishlar qiziqidi? Ayollarni bo'sh chaqlamang. Uning ustiga men odatlik ayol emas. Qani deb bering. Balkim siz bilan munoziralashishim mumkin. Rasmi, qaraganda sizni bo'sh chaqlabdiman. 大纵深战役理论，不看不知道，一看还真带劲儿啊！教材上说，这是苏联30年代提出的军事理论，就是你上次跟我说的那个图哈切夫斯基元帅。你不是说这个人还会拉小提琴吗？说许多女孩子都喜欢他，也难怪这个人是有两下子。那你说说。简单的说，大纵深战役理论就是以杀伤兵器同时压制敌人的防御纵深，在选定方向上突破其战术地伏，然后将机械化兵团组成梯队投入交战，并以空降兵实施激将，以求达到预定的战役目的。这都是教材上说的，你可能听着觉得有点绕口。不，我听着很有兴趣，只是理论性太强了。你说说具体该怎么实施？在主要突击方向上组成突击集团军，战役部室包括一个冲击梯队，一个发展突破机队，各种预备队和航空兵、空降兵。冲击梯队由几个加强有坦克和炮兵的步兵军组成，用以突破防御的战术地伏。发展突破地队是由几个机械化军组成的快速集群，它的任务是将战术胜利发展为战役胜利。那要是战役规模过大，战线过长，突击集团军的规模是否也应该加大呢？提得好，你还真是个行家，一句话就问到点子上了。突击集团军进攻地带的宽度一般为50到80公里，纵深一般为70到100公里。二战前，苏军进一步发展了大纵深战役理论，并应用于方面军进攻战役。方面军的编成规模重大，包括3至4个突击集团军，2个以上的合成集团军，1至2个机械化军和坦克军，15至30个航空兵师。如果达到这个规模，其进攻地带的宽度可以达到300到400公里，纵深可以达到200到300公里。气魄真不小，一个方面军总要有几十万人吧？当然了，几十万兵力和相应的技术装备组成的突击力量，那真是够厉害的。我们以前连想都不敢想啊，真是坐井观天啊！不学不知道，一学吓一跳。这还不是最大规模的。卫国战争时期，苏军统帅部曾经得出这样的结论：大纵深理论甚至可以由几个方面军集群实施，突击兵力可以达到上百万。1943年的库尔斯克会战，就是苏军运用大纵深战役理论才打胜的，真他娘的过瘾啊！这辈子
要是能赶上这么一场大战役，死上10回都值了。难怪小鬼子一碰上苏联红军就跟纸糊子似的，他根本就不是一个级别。看来学习真是件好事儿。你这个土八路现在也知道这么多了，而且满嘴的学术性语言，像换了个人似的。军事科学真是门艺术。老丁啊，你看这个老李昨天老大，老雷他那个么，8개씩 가지고 geldi. Senin o yerim kıcık neymiş kılıp kaldı. Esta, erkiş degenle kalısı kızıp kesila, bazı taptan çıkan işlerini kıp koydu. O degen uşak işko. Bunun acayipten gerek nemesi var. Onun üstüne bu degen Lavli'nin şahsi işi. Bu işe birasiga karşılık kılmasa. Sana şunu dep koyayım. İnstitutga berip Lavli'ni çaksan bo'lmaydi cimi? Men çekimchilarga bek öç. Meni nemi ko'rib qolding? Seningcha men ashundaq chekimchimi? Lavliga fikrim bo'lsa, uningga 100 turani deyman. Kulg'uq yoqmasa mayli. Dokron, yana nima ish oldi? Lavli, haq bilan yursang boshqa gapim yo'q. Seni ogohlantirib qo'yay. Kunlarning birida sening sirt qo'nib qolganligingni bilib qolsam, xotiningga darhol telefon berib, bu yerga bir kelib keting deyman. Mening unda xufiyani ish qilgan bilan qo'shim yo'q. Vaqt kelganda meni oldin deb qo'ymabsan dema. Soltak, mening xotindan qo'rqadigan qo'rqmaydiganligimni bilmabsan? Qandoq ish qilg'in kelsa qilaver. Kimni qo'rqitmoqchi? Kim uni qo'rqitsa? Qara mani, og'zidan yaxshi gap chiqmaydi. Nasihatimga quloq solmayotganni. Lavli, sen